Bunchalik o'zingizni qiynamang, xo'pmi? Nima uchun bo'lsa ham, dunyo matohlari uchunmi, insonlar uchunmi bunchalik o'zingizni qiynab yashashingizga arzimaydi hech narsa. Dunyoga kelish bo'lganidek, dunyodan ketish ham bor. E'tibor bering-da. Hech narsasiz kelganmiz-ku dunyoga. Bu dunyodan ham hech narsasiz o'tib ketamiz. O'zingizni bunchalik qiynab, siqtashingizga arzimaydi hayot. Kimgadir yoqish uchun dunyoga kelmagansiz. İnsonlarga yoqish uchun harakat qilmang. Sizni yoqtiradigan insonlar shunchaki yoqtirishadi. Isbotlarsiz, dalillarsiz. İnsonlar bilan tortishmang. Qanaqa inson tortishadi? Nohaq inson. Haqmisiz? Haqligingizni talab qilmang. İnsonlar bilish shart emas. Alloh bilsin. İnsonlarga emas, Allohga yoqishga harakat qiling. Allohga yoqsangiz, Alloh sizni o'sha insonlar ichida aziz